Assalomu alaykum. Bugun bizada qurib, qaqshab, sinib ketgan soch va bu sochning oralarida qora, jigarrang, xullas har xil rangdan topsak bo'ladi. O'zgartiramiz ketdi. Mana sochimiz ham tayyor bo'ldi. Juda ham qiynaldim desam ham bo'ladi, sababi do holatini ko'rgan bo'lsanglar, sochning oralarida qora pigmentlar, har xil ranglar bor edi soch orasida, uni ustiga soch nimjon jonsiz edi. Hammasini bitta rangga solishni o'zi bo'lmadi, lekin men uddasidan chiqdim. Xafa bo'lmaysizlar, har doimgidek bolalarim azvuchkada qatnashib, ovozlari eshitilib turadi. Assalomu alaykum. Bugun bizada qurib, qaqshab, sinib ketgan soch va bu sochning oralarida qora, jigarrang, xullas har xil rangdan topsak bo'ladi. O'zgartiramiz ketdi. Mana sochimiz ham tayyor bo'ldi. Juda ham qiynaldim desam ham bo'ladi, sababi do holatini ko'rgan bo'lsanglar, sochning oralarida qora pigmentlar, har xil ranglar bor edi soch orasida, uni ustiga soch nimjon jonsiz edi. Hammasini bitta rangga solishni o'zi bo'lmadi, lekin men uddasidan chiqdim. Xafa bo'lmaysizlar, har doimgidek bolalarim azvuchkada qatnashib, ovozlari eshitilib turadi.